Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali tibbiy biologiya va gistologiya kafedrasining mudiri dotsent Nurova Zamira Anakulovna. Shu bilan bir vaqtda immunologiya, allergologiya, inson genomikasi ilmiy tadqiqot instituti, Respublika radiologiya, onkologiya, Toshkent shahar radiologiya, onkologiya ilmiy tadqiqotchisi bo'laman. Hozirgi paytda biz aynan yangilik yaratganmiz. Bu yangiligimiz Surxondaryo viloyatida keng tarqalgan pashshaxo'rda yoki yomon yara yoki afg'on yarasi deb aytiladigan demak maz ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Bu yangilik hisoblanadi. Bu mazimiz hozirgi paytda juda yaxshi samara berayotganligini kuzatishimiz mumkin va shu bilan birgalikda maz bilan bir vaqtda o'zida Nurzam zardobini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz va u retsepturaga asoslanadi. Bu retsepturada odam kasalliklarga qarshi zardob ishlab chiqarish hamda maz ishlab chiqarish bo'lib 11 xil kasallikka asoslangan. Ya'ni bunda psoriaz, pashshaxo'rda, vitsiliga, teri toshmali kasalliklar va shu bilan birgalikda ona qornidagi homilada kechadigan sariqlikni oldini olish maqsadida bu maz preparatlarimizni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik va hech qanday vrach nazorati, hech qanaqa vrachning retseptiga asoslanmagan holatda ishlatishimiz mumkin. Aytaylik, Surxondaryo viloyatida keng tarqalgan pashshaxo'rda kasalligini oldini olishda endi boshlanish stadiyasiga ketadigan bo'lsa 7 kundan 11 kungacha terini tiklanishiga yordam beradi. Agar 1,5 yil 2 yillik kasallik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pashshaxo'rdadan keyingi asorat 1,5 yil 2 yilgacha davom etadigan kasallik hisoblanadi. Agar unda yiringli toshmalar ko'p toshib aynan terini suyakkacha bo'ladigan protsessdagi jarohatlarni tezlashtiradigan bo'lsa, aynan uni oldini olishda bu mazimiz o'zi 15 kundan 21 kungacha, 1 oygacha terini tiklanishiga yordam beradi. Terini tiklanishidan keyingi izlarda jarohatlarni to'liq tiklaydi, hujayraviylikni oshiradi, immun tizimni tiklaydi, ya'ni organizmda kechadigan barcha fiziologik jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi. Va shu bilan bir vaqtda hozirgi paytda xirurgik jarrohlikdan so'ng kechadigan chuqur iz qoladigan kasalliklarni ham, teri kasalliklarini ham oldini olishda bu preparatimiz juda yaxshi samara bermoqda. Siz bilan muloqotda bo'lganimdan xursandman. Rahmat.